oddiy tush emas. Xasrov hikoyasi. Ushbu film bo'lib o'tgan voqea asosida suratga olingan. Barcha voqea qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shundayligicha taqdim etilyapti. Faqat ayrim muhim bo'lmagan detallargina tushirib qoldirilgan. Yugur. Tezroq, Bu yoqqa. bu yoqqa. Tez. Bu yerda uzoq qola olmaymiz. Sen bu yoqqa. Bu yoqqa. Ket tezroq. Tezroq o'tiringlar. Qizchani bagajnikka. Sen oldinga o'tir. Ko'p gapirmanglar. O'tiringlar. Nima aytganini qilinglar. Aytganimni qilinglar. Mashinaga. Tezroq. Hamma mashinaga. Hamma mashinaga. Tezroq. Istanbulda yana 2 yil yashadik. Bu 2 yil juda ajoyib o'tdi. Lekin baribir bu kunlar tugab, xavf-xatarga duch kelishimizni bilardik. Shuning uchun Istanbuldan ketishga qaror qildik va birinchi Bosniya davlatiga bordik. O'sha yerdan kontrabandistlar yordamida Avstriyaga o'tib ketishga kelishdik. Avstriya davlati bizni panohiga oladi degan umidda edik. Kechasi yo'l yurib, kunduzi dam oldik. Ba'zida piyoda, ba'zida mashinada yurdik. Avstriyaning chegarasiga yetay deganimizda qo'lga tushib qolish xavfi kuchaydi. Hammamiz birga o'ta olmaymiz. Bittadan o'tishimiz kerak. Yaxshi. Eshitdilarmi? Chegaradan bitta o'tamiz. Birinchi kontrabandist o'tib ketdi. Qizim Esir Mehrdoddan keyin o'tdi. Ular narigi tomonga osongina o'tib olishdi. Lekin Yusuf bu yerdan o'zi o'ta olmasdi. Undan xavotirlana boshladim. Ehtiyot bo'l o'g'lim. U hali yosh bola-ku. Men u bilan birga o'taman. O'ta qol. O'ta qol o'g'lim. Ular suvga tushib ketdi. Ular suvga yiqildi. Xosrov! Ular oqib ketyapti. Yusuf! Bolagina! Men o'lim bilan yuzma-yuz kelganimda, nazarimda u menga seni olib ketgani keldim. Aytgan Xudoying qan deganday bo'ldi. Shunda men Xudoga yuzlanib, Rabbim Iso, nahotki sen bizlarni bu yerga jonimizni olish uchun olib kelgan bo'lsang, gunohim nima dedim. Kermanshoh, Eron 1978. Ey, Xasrov, non uzatvar. Qaranglar. Xusrov Amerika filmlaridagi zombiga o'xshaydi, a?
Unaqa dema bolam. Xusrovjon faqat ko'proq ovqat yeyish kerak. Men onangga aytaman. Dadangga tayyorlab beradigan ovqatdan senga ham pishirib beradi. Qara, dadang sog'lom, baquvvat. Xusrov ham unga o'xshaydi. Oy. Xusrov, shu yerdamisan? Men ishga borishim kerak. Ishga? Sen universitetda o'qishing kerak. Men hammalardan ham ko'ra ko'p pul ishlayman. Men ko'p pul topmayotganim sababi talabaman. Ba'zilarga o'xshab pul topaman deb o'qishni tashlab ketganim yo'q. Bo'ldi yigitlar, yetar endi jim bo'linglar. Buvang rahmatli vafot etganlarida joylari jannatda bo'lsin. Ta'ziyada Xusrovdan boshqa hamma yig'lagan. O'g'lim ham o'shanda qattiq kuygan edi. Buni qayerdan bilasiz? Uni o'zi menga aytgan. Menga hech narsa demagan. Meni ishxonamda ham bittasi tushkunlikka tushgan. Nima bo'pti? Mana hammasi ko'rinib turibdi-ku. Nima ko'rinib turibdi? Xusrov ham tushkunlikka tushgan. Biz bitta qiz topib yoki xolavachchalardan biriga Xusrovni o'ylantirib qo'yishimiz kerak. Mana nima kerak Xusrovga. Farzin, sen ishxonangdagi yigit haqida gapirayotganding, keyin nima bo'ldi? U o'z joniga qasd qildi. Bizning oilamiz katta. Odatda katta oilalarda har xil voqealar sodir bo'ladi. O'sha paytga qadar oilamizda hech kim meni ko'z yoshlarimni ko'rmagan edi. Ular meni his-tuyg'usiz deb hisoblashardi. Lekin meni ahvolim kundan kunga yomonlashib boraverdi. Men har xil diniy kitoblarni o'qib, undagi qonun va amirlarga amal qilish bilan Xudoga intilishga harakat qildim. Men Xudovandni izlardim, biroq uni topa olmadim. Men juda g'alati narsani his qilardim. Qalbimni kemtik joyi borligini sezardim. Bu joyni hech nima bilan to'ldira olmasdim. Bir kuni ishga ketayotib, oldin ham ko'p marotaba o'tgan bir ibodatxonani oldidan o'tdim. Bu safar nima uchundir boshqacha bo'ldim. Xuddi meni ibodatxonani ichida qandaydir ovoz chaqirayotgandek bo'ldi. Kashanglamlari, kashanglamlari. Keling. Har kuni ishdan qaytayotganimda uyga har xil yo'llar bilan kelardim. Lekin ertalab meni chaqirgan ovoz menga ertalab borgan yo'limdan qaytishim kerakligini aytgandek bo'ldi. Kechirasiz xonim, bu yerda kimdir bormi? Siz kim bo'lasiz? Xosrov Xodadadi. Bu yerda nima qilmoqchisiz? Bu yerda nima bo'lishini bilmoqchiman. Siz bu ibodatxona a'zosimisiz? Men masihiyga o'xshaymanmi? Yo'q, kechirasiz. Bu yerda qachon odamlar yig'iladi? Yakshanba kunlari. Juda yaxshi. Rahmat xonim, men yana kelaman. Yakshanba kuni bu yerda birortasini ko'raman deb umid qilma. Shu paytgacha men hech qachon, hech kimni va hech narsani bu kunni kutgandek kutmaganman. Bu kun hatto tug'ilgan kunim yoki bitiruv kechasidan ham muhimroq edi. Umrimda birinchi bor yakshanba kunini mushtoqlik bilan kutishim edi. خانشت والت ربنونه وبرونو صورة خايمة بتاعلك زبابا ومارلي حال السامي باين آزم مبسمن بيو Ibodatxonaga kirganimda bir necha chol kampirlarni va vaz qilayotgan kishini ko'rdim. Uni biror bir so'zini tushuna olmadim. Qaysi tilda vaz qilayotganini anglash ham qiyin bo'ldi. Bilsam bu kishi assiriyaliklar tilida gapirayotgan ekan. Bu tilda Eronda yashaydigan assiriyalik masihiylar so'zlashar ekan. Salom o'g'lim. Salom. Xush kelibsan. Rahmat. O'tir, marhamat. Rahmat. Nima xizmat bor? Nimadan boshlasam ekan? Men bu yerdan juda ko'p o'taman.
lekin hech qachon ichiga kirmaganman. Tur o'g'lim. Yur, men bilan bir narsa ko'rsataman. Injil bu nima haqida? Bu juda muhim kitob. U sening tilingda yozilgan. Iso Masihning hikoyalari. Bu kitobni o'qib chiqqaningdan keyin yana mening oldimga kel. Xo'pmi? Iso bir bolani oldiga chaqirdi va oldiga o'tqazdi. Keyin u shunday dedi: Men shuni aytamanki, sizlar gunohlaringizdan voz kechib, shu bola kabi bo'lmasangizlar, osmon shohligiga kira olmaysizlar. Men Injilni to'liq o'qib chiqdim, lekin baribir o'sha edim. Menda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Keyin yana boshidan o'qidim. Yana o'zgarishni sezmadim. Qayta o'qiyverdim. Nazarimda kimdir o'qiyver, to'xtama deyotganday edi. Shunday qilib, kitobni juda ko'p marotaba o'qib chiqdim. Bir kuni ishdan jahlim chiqib, umidsizlikka tushib, hamma narsaga befarq bo'lib qaytib keldim. Nazarimda endi menga hech kim va hech narsa yordam bera olmasdi. Men o'zimni juda yolg'iz, kerakmas odamdek his qildim. Agar sen bor bo'lsang, kelib menga gapir. Agar yo'q bo'lsang, unda hayotimdan ket va xosrovligicha qolsin. Qo'lingni menga ber va hayoting o'zgaradi. Men uni kimligini bilmasdim, lekin vahiy ekanligini aniq sezdim. Bu tush ham emasdi. Chunki hozirgina Injilni polga uloqtirgan edim. Aniq bir ovoz qulog'imga chalindi. Xonamda bundan tashqari boshqa tovushlar ham eshitilardi. Bu kishi menga begona emasdek tuyuldi. U bolaligimdan qiynalgan paytlarimda doimo men bilan birga bo'lgandek edi. Bu ovoz menga juda tanish edi. Shuning uchun bu ovozdan qo'rqmadim. U menga qo'lingni ber deganda hech qanday qo'rquvsiz va shubhasiz unga qo'limni berdim. Va u ham qo'limni ushladi. Men unga qo'limni uzatganimda, u ham meni qo'limni siqib qo'ydi. Xuddi menga barmoqlarim orqali elektr quvvati kirgandek bo'ldi. Va u butun vujudimni qoplab oldi. Butun tanam terdan ho'l bo'lib ketdi va qalbimda tinchlik paydo bo'ldi. Meni eski tabiatimdan asar ham qolmadi. O'g'lim, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Men uni ko'rgan chog'imda qalbimdagi g'am, alamlarim, umidsizliklar qayoqqadir g'oyib bo'ldi va qalbimni men uzoq kutgan
va qumsagan quvonch egalladi. Ko'nglimdagi xiralik va yuragimdagi iztiroblar meni tark etgandi. Uni o'rnini Iso bergan quvonch egallagandi. Ko'zimni ochganimda atrofimdagi hamma narsa go'zal bo'lib ko'rindi. Otam, onam, eski uyimiz, hattoki ichida suzib yurgan tillarang baliqli hovuz ham ko'zimga juda chiroyli ko'rindi. Hammasi o'zgargan edi. Men dunyoga boshqa ko'z bilan qarayotgan edim. Xusro, qadrdonim, sen endi Iso Masih bilan birgasan. Sen yangitdan tug'ilding. Mana bu jamoatning xizmatchisi yosh va u fors tilida juda yaxshi gaplashadi. Uning oldiga bor. Senga yaxshi narsalarni o'rgatadi. Shunday qilib men iymonlilar jamoatiga qatnay boshladim. Bu jamoatning xizmatchisi men bilan do'stona munosabat o'rnatishga astoydil harakat qildi. Garchi men avval boshqa dinda bo'lgan bo'lsam ham, u mendagi o'zgarishni, Xudovandga xizmat qilish xohishi kuchli ekanligini ko'rib, xursand bo'ldi. Iso Masih siz va men uchun yer yuziga inson qiyofasida kelgan Xudodir. Xo'p, Maryam tort olib keldi. Rahmat, baraka top. Aytgancha eshitdinglarmi? Xusrovni ishxonasida yuqori lavozimga ko'tarishibdi. Yo'q, oyijon, ular faqat ish taklif qilishdi. Nima farqi bor, o'g'lim? Men hali bir qarorga kelganim yo'q. Nimani kutyapsan? Men boshqa bir xizmatni ko'zlayapman. U qanaqa xizmat? Bu Xudoning xizmatida-da. Xusrovning o'zgarganini ko'rib, biz xursand bo'ldik. Lekin u haddidan oshmasligi kerak. Chunki biz musulmonmiz. Quloq sol. Biz onang bilan ikkimiz sizlarni tarbiya qilayotganimizda oldimizga ikki maqsadni qo'ygan edik. Birinchisi, bir-biringizni qadrlashga o'rgatish. Ikkinchisi esa mustaqil hayot kechira olishingiz uchun yaxshi o'qitish. Bugun o'g'lim Xusrovning yuzida tabassum, hatto yig'laganini ham ko'rdim. Boya menga qarab, "Dada, men sizni yaxshi ko'raman" dedi. Agar Iso Masih Xusrovni shunchalik o'zgartirgan bo'lsa, unda mening qarshiligim yo'q. Iso Masih unga to'liq bo'ysunishimni istayapti. Qaror qabul qildingizmi? Iso nima desa shu. Men ishdan ketdim. Dono odam gunoh qilishdan qo'rqadi va o'zini saqlaydi. Lekin nodon mag'rurligi tufayli yiqiladi. Erondagi vaziyat o'zgarmoqda, Xusrov. G'alati narsalar sodir bo'lmoqda. Quvg'inlar boshlanyapti va buni nima bilan tugashini hech kim bilmaydi. Bu haqda yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Bu qaroringiz siz uchun qimmatga tushishi mumkin. Qimmatga? Siz iymoningiz va mana shu qaroringiz uchun ko'p narsalardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Balkim Ironni ham tark etishga to'g'ri kelar. Men uchun abadiy hayot bergan qimmatliroq. Xudoga shukr. Keling ibodat qilamiz. O'g'lim ushlang. Dada! Dada! Dadajon!
Turinglar. Biz tezroq harakat qilishimiz kerak. Bu yerda ko'p qola olmaymiz. Ular dam olish kerak. Faqat bu yerda emas. Menga qara. O'g'lingni qanday qilib topding? Kimdir uni qo'limga tutqazdi. Mana bu yog'i Avstriya. Biz u tomonga o'ta olmaymiz. Bu yoqqa o'ziz ketasiz. Rahmat. Xayr. Nihoyat biz Avstriyaning chegarasiga yetib keldik. Biz bexatar yetib keldik deb o'ylagandik. Lekin Avstriyaning yerlaridan o'tib bo'lmasimizdan Avstriya politsiyasi bizni tutib oldi. Butun yo'l davomida kiyimlarimiz ho'l bo'lib ketgandi. Lekin meni masihiylar jamoat xizmatchisi ekanligimni bilgach, Turkiya yoki yurtimizga qaytarib yubormasdan bizni hurmat qila boshlashdi. Ular bizni yurtdoshlarimiz bo'lmasa ham, bizni tilimizda gapirmasa ham, bizni bir uyga joylashtirib, g'amxo'rlik qilishdi. Yusuf bilan daryoga yiqilganimizda hammasi tamom bo'ldi deb o'ylagandim. Shayton bizni vasvasaga solishga harakat qildi. Avstriyada 8 oy yashaganimizdan keyin biz Qo'shma Shtatlarga ko'chib bordik va o'sha yerda Eronlik masihiylar jamoatida xizmat qilishni boshladim. Barchamizga eng yaqin do'st bo'lishni istagan do'stimiz. Men butun yer ko'kdagi buyuk qudratga ega bo'lgan, butun borliqni qudrati bilan boshqarayotgan shaxs haqida gapiryapman. Bundan tashqari u buyuk kuchdir. U azob va qiyinchilik nimaligini biladi. U rad etilish qanchalik achchiqligini biladi. U barchamizni do'stimiz. U oilamizni do'sti. Xotinim Mehridodni, qizim Esferni, o'g'lim Yusufni do'sti. U Iso Masih. Iso Masih hayotingizni o'zgartira oladi. U bugun sizni hayotingizni o'zgartira oladi. Nafratga to'la dunyo, umidsiz kelajak. Bular Xosrov Xodadadi ismli yosh yigitni kunlik tashvishi edi. Hech kim, hatto oila a'zolari ham uni yig'laganini, kulganini yoki biron his tuyg'usini ko'rmagan. U shunchaki mavjud edi xolos. Siz ham shunday narsani his qilganmisiz? Hayot oqar suvdek yoningizdan o'tib ketayotgandek tuyulganmi? Faqatgina umrini tugashini kutib yashayotganlarni ko'rganmisiz? Aziz do'stim, hayotingiz hikoyasi bunday tarzda yakun topishi shart emas.
Hayotingiz farovonlikka, maqsad va ma'noga ega bo'lishi kerak. Iso Masih har birimizga shunday hayot berish uchun keldi. Xudovand har birimizga farovon hayot berishni va'da qilgan. Yosh Xusrov o'z yuragini va ongini Rabbimiz Iso Masihga ochishga qaror qilganida, u Xudovandning va'dasini bildi. Xudovand Xosrovga o'z taklifini unga qo'lini uzatish yo'li bilan namoyon qildi. Xosrov o'z hayotini har qanday qo'lga emas, balki qayta tirilgan va umidga to'la kelajak berishni istagan Rabbimizni, najotkorni qo'liga berishni istadi. Xosrov qo'lini uni qo'liga uzatganida hayoti butunlay o'zgardi. Aziz do'stim, Xosrovning hayotiga kirgan xuddi shu Iso sizni ham hayotingizga kirishni istaydi. U sizni qay ahvoldaligingizni, sharoitingizni juda yaxshi biladi. U sizni tashvishlaringizni, qo'rquvlaringizni, yurak og'riqlaringizni tushunadi. U vaqt, masofa, til yoki dinda chegaralanmagan. U barcha insonlarni bir xil sevadi. U sizni sevadi. U sizni do'stingiz bo'lishni xohlaydi. U sizni najotkoringiz bo'lishni istaydi. Siz bugun uni qo'lidan ushlashga tayyormisiz? U sizga tushda yoki vahiyda ko'rinmasligi ham, ko'rinishi ham mumkin. Lekin aziz do'stim, u kim bo'lishingizdan, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar siz bilan birga bo'lishni istaydi. Agar chin yurakdan, samimiylik bilan va haqiqatdan uni ismini chaqirsangiz, u sizga aniq javob beradi. Lekin uni qanday qilib chaqiraman? Nima qilishim kerak deyishingiz mumkin. Agar Xusrovning hayotini o'zgartirgan noyob najotkor bilan uchrashni istasangiz, shu gunoh uchrashishingizga yordam beraman. U faqatgina siz bilan uchrashishni emas, o'z qo'lini, o'z yuragini sizga uzatishga tayyor. Mana bu ibodatni men bilan birga qaytaring. Sevgi Xudosi sizni eshitmoqda. Uni oldiga samimiylik va chin ko'ngildan kelganlarni u rad etmaydi. U qanday gunoh qilganingizga va hayotingiz qanday bo'lganiga qaramaydi. Xudovand sizni o'z bag'riga bosishni istaydi. Agar siz dindor kishi bo'lsangiz, u sizni yangi dinni qabul qilishingizni xohlamaydi. Sizga o'zini berishni istaydi. Balki siz dindor inson bo'lib katta bo'lgandirsiz. Balki Xudoni tanimay ulg'aygandirsiz. Balki Xudovandni rad etgandirsiz. Lekin shuni bilingki, Xudo hech qachon sizni rad etmagan. U sevgiga to'la bag'rini sizga ochgan. Chunki u sevgi Xudosidir. Uni ajoyib, mukammal sevgisi sizni barcha gunohlaringizni yo'qqa chiqaradi. U sizni g'amlaringizni, azoblaringizni va umidsizliklaringizni o'zini sokin va sevuvchi huzurida olib tashlaydi. Keling birga ibodat qilamiz. Keling Xudovandning ismini chaqiramiz. Xudovandim, meni sevganing uchun rahmat. Iso Masih, seni yuragimga va hayotimga taklif qilaman. Meni barcha gunohlarimni, g'amlarimni, azoblarimni va umidsizligimni olib tashla. Menga umid ber. Menga abadiy hayot ber. Rahmat senga Rabbim. Seni huzuringga kelgan har bir inson yuqoridan tug'ilishiga va yangi hayot boshlashiga ishonaman. Iso Masih nomi bilan. Amin. Azizlarim, agar shu ibodatni qaytarsangiz, bilingki Xudovand sizga ha deb javob beradi. Bugundan boshlab siz yangi hayot boshladingiz va yuragingiz uni sevgisi, tinchligi va umidi bilan to'lib toshadi. Shu ondan boshlab siz Xudovandga tegishlisiz. Iso Masih esa sizga tegishli.